Biz yana Axsikent qo'rg'onidamiz. Orzu qilardim Axsikent shu mintaqamizdagi qadimiy shaharlardan biri bo'lgan Axsi qo'rg'onini borib ko'rish meni orzuyim edi. Mana bugun sizlar tufayli mana shu orzu amalga oshdi. Aynan mana shu Axsikent qo'rg'oni prezidentimizning tashabbuslari bilan mana hayot baxsh etildi qayta va asosiysi mana shu joyda ochiq osmon ostidagi muzey barpo etildi va bugungi kunda ham bir necha ochiq osmon ostidagi muzeylar qurilyapti. Asr ortga qaytib ajdodlarimiz yashagan, yurgan yo'llardan yurib, ular umrga zararlik qilgan mana shu qal'a devorlari orasida va tarixiy Axsikent qo'rg'onini ming yillik tarix bilan yuzma-yuz kelib turibmiz. 64-Xalqaro gullar festivali doirasida Axsikentda juda katta o'zgarishlar, eksponatlar muzeyi, qal'a devori, darvozasi qurilyapti va aynan mehmonlarimiz Rustam Jabborov hamda samarqandlik Nargiza Saidvalar. Biz hozir mana orzu qilardim Axsikent qadimgi Turkistonimizni, ona yurtimizning eng qadimiy marvaritlaridan biri bo'lgan, shu mintaqamizdagi qadimiy shaharlardan biri bo'lgan Axsi qo'rg'onini borib ko'rish meni orzuyim edi. Mana bugun sizlar tufayli mana shu orzu amalga oshdi. Mana o'zim kelib shu ming yillik tarixlarni guvohi bo'lgan mana bu shu jarliklar, mana shu qadimiy qo'rg'on xarobalaridan ko'rishib turibmiz. Bu tasavvurni, taassurotlarni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Aynan mana shu Axsikent qo'rg'oni prezidentimizning tashabbuslari bilan mana hayot baxsh etildi qayta va asosiysi mana shu joyda ochiq osmon ostidagi muzey barpo etildi va bugungi kunda ham bir necha ochiq osmon ostidagi muzeylar qurilyapti. Kursdoshlarimizning taassurotlarini sizlar bilan bo'lishamiz. Bu joyda yana bir tarixiy ajoyib bino bunyod etilyapti. Mana Rustam aka aynan kursdoshlarimizga ma'lumotlar berishyapti. Bilasizlar, mana shu Rustam Jabborov tarixni juda yaxshi biladi, O'zbekiston tarixini, adabiyotni yaxshi biladi. Boy ma'lumotlar olishyapti. Mana shu holatda faqat mana chiqib turib yerim qazisangiz Rustam, taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlar nihoyatda nima deydi, so'z bilan ifoda etib bo'lmaydigan darajada. Birinchidan do'stlarni sog'inch, oradan necha yil, qancha vaqt o'tgandan keyin biz mana shu Namangan zaminida kursdoshlar bilan uchrashib, yoshlikdagi xotiralarni yodga oldik, qanchalik samimiy, hazil huzurlarga boy vaqtlarni boshdan kechirdik va bugun yana bir hayajonli damlar bu. Demak, biz masalan kecha bir 20 yil ortga qaytgan bo'lsak, hozir mana bir 20 asr ortga qaytib turibmiz bu yerda. Mana shu 20 asr ortga qaytib ajdodlarimiz yashagan, yurgan yo'llardan yurib, ular umrga zararlik qilgan mana shu qal'alarning orasida, shu qal'a devorlari orasida va tarixiy Axsikent qo'rg'onini xarobalari oldida mana shu ming yillik tarix bilan yuzma-yuz kelib turibmiz. Buni albatta so'z bilan ifodalash qiyin. Men Axsikent to'g'risida juda ko'p o'qiganman, badiiy asarlarda, tarixiy asarlarda, bevosita o'zimizning ilmiy faoliyatimiz davomida, xususan O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi loyihalarida ham bevosita Axsikent tarixi bilan bog'liq bo'lgan bir qancha loyihalar ustida ish olib borilmoqda. Masalan, xorijlik olimlar, xususan London qirollik kolleji arxeologiya institutini ilmiy xodimi bor, Milyana Radivoyevich. Londonga borgan paytimizda ham bu yerda eshitgan voqealarni dastlab men o'sha olmada eshitganman. Ya'ni bir paytlar dunyoga mashhur bo'lgan Damashq qilichini asl xomashyosi bo'lgan po'lat aslida mana shu yerda tayyorlangan. O'zbekistonni butun dunyodagi bir jahonshumul shuhratini tiklashdan bir tarixiy fakt sifatida aytish mumkin. Bundan tashqari yana hozir bizga aytishdi, demak mana shu yerda Umar Shayx Mirzo, ya'ni Bobur Mirzoni padar buzrukvori tomonidan qurilgan, o'sha paytda mavjud bo'lgan Axsikent qo'rg'onini o'sha paytdagi darvozasi qanday bo'lsa shu ko'rinishda qayta tiklanyapti. Bobur Mirzoni tavallud topgan joyi ham aynan mana shu Axsikent qo'rg'oni ekanligi aytiladi. Mana hozir kirib ko'rdik, qurilishlar olib borilyapti. Bu yerda demak portal asosiy kirish darvozasi. Mana bu yerda alohida o'sha Axsikent tarixi bilan bog'liq
muzey qurilyapti va o'ylaymanki, bu joy o'sha xalqimizni nafaqat o'zimizni hamyurtlarimiz, balki butun dunyodan keladigan tarix ixlosmandlari, bizani madaniy merosimiz, tariximiz bilan qiziqadigan tadqiqotchilarni eng sevimli maskanlardan biriga aylanib qoladi.